Assalomu alaykum. Assalomu alaykum anilar. Tarvuz satıladi bir danasi 10 so'm 12 so'mdan tayyatash ya dona dasım 12 dasım furşa. Şu tarvuz satıladi. Buna men o'g'ilcham bo'ladi bir qo'llab-quvvatlab beringizlar. Birinchi marta videoga tushishi inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Jir o'g'lim. Qana bu naqdar tarvuzlar ko'rqana pishmayapti shular. Bir danasi 10 so'm 12 so'm, 10 so'm 12 so'm 24-may kuni soat 5 bo'ldi. Ya'ni 5 may. Qanday ekan pishmayapmi? Pishgan qatdan. Aynalarga aytgangizlar deng, tarvuzga kelingizlar deng. Aynalar kelingizlar, tarvuzga kelingizlar, pishgan tarvuz. Ne kadar svej tarvuz, ne odam chertib ko'r. Chertamiz. Xullas palekda ko'p tarvuz, 5 gektar tarvuz var ekan, kimdir kelaman desa ekranda nomerlarni qo'yamiz inshaalloh. Birtadan like'ni bosib, hadeshkada bo'lingizlar. Barodori hami videoda polni padili sakine baroy daskiri ina tarvuza buravarda esa o'sha deyum bor tarvuz inshaalloh. Adresi kelayotgan bo'lsak, Kolxozobod rayoni Yangi Turmush kolxozi Qayra byuroda tarvuzlar juda ko'p. Kelaveringizlar.